Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda bizlar Samarqand shahridagi Qorasuv masjidida joylashgan va tez orada topshiriladigan majmuamizda bizlar. Ushbu majmuamizda hozir fasad ishlari deyarli yakunlandi. Ayrim bir ikkita nozik mayda-chuyda ishlari qoldi bor yo'g'i va yo'lni tekisladik. Tekisladik, endi bitta gruntovka bilan asfalt qo'ramiz. Bo'ldi, shu bilan tayyor. Благоустройствосini ham, детский площадка, parkovочный joylarni ham birdan qo'yib yuboramiz. Xo'p, hozirgi holatda bu yerda transformatorni qo'yib bo'ldik. Transformatorlar qo'yildi. Xo'p, kanalizatsiya o'tdi. Tak, yana bitta domniki ozcha qoldi. Bitta domniki endi o'tadi. Mana turbasini olib qo'ydi hozir. Xo'p, ushbu majmuamiz qulayligi nimadan iborat? Oldida maktab bor, bog'cha bor, poliklinika bor, birinchi qavatlari magazin. Qarang. Katta ko'cha tomonda tushgan bloklarimizni birinchi qavatlari magazin. Ikkita dom bo'lsa, katta ko'cha tomonda joylashgan, har bittasida kamida 10 tadan magazin bor. Ya'ni 20 ta magazin bor. U magazinlaringizda magazindan tortib apteka, klinika, poliklinika xulosa qilib aytganda hamma narsa bo'ladi. Hamma sharoit, qulayliklar albatta mavjud bo'ladi. Xo'p, ushbu majmuamizni xudo xolasa 2-3 oy davomida egalariga topshiramiz. Xo'p, ushbu majmuamizdan borig'i 2-3 ta xonadon qolganligi uchun shartlarimizni o'zgartirganmizlar. Ya'niki, oldin boshlang'ich 30% edi. Hozirda esa boshlang'ich kamida 50% to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin qolgan qismini 2 yil mobaynida bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, ushbu majmuamizning kadastri xudo xolasa bunisi yil yozda chiqadi. Siz xonadon xarid bo'lganingizdan keyin o'zi mana yanvar-fevral oylarida bemalol remontni boshlasangiz bo'ladi. Yanvar-fevral oylarigacha o'zi yo'llarni tekislab qo'yib, fasadlarni bitirib, padachilarni o'tkazib, svetlarni ham o'tkazib qo'ygan bo'lamiz. Qorashuvoq xonadon bo'lishi ham tayyor bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, ya'nida 50% ni to'lov qildingiz, keyin qolganini 2 yilga bo'lib beramiz. Albatta foiz payna yo'q. Agar sizga shunaqangi xonadonimiz ma'qul bo'lsa, pastga raqam qoldiramiz. Telefon qilib, bemalol bog'lanib, nima savollaringiz bo'lsa, uyalmasdan murojaat qilaveringlar. Har doim javob beramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Qorasuvlar.